Assalomu alaykum kanalim obunachilari. Bugungi xabarlar. O'zbekiston va Qozog'istonda ham Hayit bayrami 30 mart nishonlanadi. Qirg'iziston va Qozog'istonda Hayit ayyomini 30 martda nishonlanishi e'lon qilindi. Bu haqda mahalliy nashr xabar berdi. Qayd qilinishicha, Qirg'iziston musulmonlari diniy idorasi Ramazon oyi 29-martga qadar davom etishi, shuningdek 30-mart kuni Hayit namozi o'qilishi e'lon qilingan. Qozog'iston musulmonlar idorasi ham Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasining Sharoit va fatvo qo'mitasi, Turkiy davlatlar tashkiloti, muftiylar kengashi bilan birgalikda muqaddas oyning boshlanish sanasini belgilandi. Inshaalloh 2025-yilda Ramazon oyi 1-martdan boshlanib 29-martda tugaydi. Qadr kechasi 26-martdan 27-martga o'tar kechasi kiradi. Ramazon oyi hayiti esa 30-mart kuni nishonlanadi deyiladi xabarlarda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Tojikistonda ham 30-mart kuni Ramazon al-Fitr bayrami nishonlanishi ma'lum qilingan edi.